Assalomu alaykum Berun ahli. Bugun 25-iyul 2026-yil. Vatanimizni yana bir qisqacha ko'rgazib o'tamiz. Kunlar issiq, penovolklar o'zi 100% qurib bordi. Bu yerdagilar eng so'ngida chiqqan penovolklar edi, bular ham qurib bordi. Qurib turibdi penovolklarimiz. Adresni aytib o'tsam, Qoraqalpog'iston Respublikasi Berun tumanida. Sarkop ofida. Telefon nomerida ekranga yozib qo'yaman, telefon qilib kelaverasizlar. Penovolkamiz qurib turibdi, mana 100%. Aqlab turibdi. Bu yog'imiz Boston Pоворot. Bostondan Berun Center'dan keladi bu yog'dan. Bu yog'imiz Jumaniyaz maktab Xayrullo masjiddan kelinadi bu yoqdan. Yo'l bo'yida penovolkamiz ko'rib turibdi. Qurib turibdi 100% penovolka. O'ra-o'rishga tayin. Hozir ham yana bir klientimiz 200 dona so'raydi. 200 dona apparatimiz. Bu mashinaga 200 dona, 210 dona sig'adi. Telefon qilaverasizlar. Berunga bo'ylab dastlab ketib beramiz. Bahasi 16 ming so'mdan. Bahasi 16 ming so'mdan. Razmeri 20 ga 30, uzunluğu 60 cm. 20 ga 30-60 bo'ladi. Penovolkaning razmeri. Penovolka qurib turibdi. Kelaverasizlar. Birini bo'ylab dastlab ketib beramiz.